Go'zal lablar yoqimli tabassum bilan yon tomonga cho'zildi. "Salom, Grant", deb pichirladi u mayin. Tartibsiz jingalak sochlar qizning nozik qiyofasiga o'zgacha joziba bag'ishlardi. Moviy ko'zlarida esa erkaklarni o'ziga tortish xislati zohir bo'lardi. Va yana balki ishq ham. Grant o'zini butunlay mag'lub bo'lgandek his qildi. Uning sevgilisi yer yuzidagi eng go'zal mavjudot edi go'yo. U har bir daqiqani uni qachon ko'rishini sanab o'tkazardi. Margaret va Chet Amato'lar 3 o'g'ilni voyaga yetkazishdi. To'ng'ich o'g'il Jason Chetning biologik farzandi emasdi. Lekin u endigina 3 yoshga to'lganida uni asrab olib, o'z o'g'lidek g'amxo'rlik qildi. 1987-yilda juftlikning Cody ismli yana bir o'g'li dunyoga keldi. 1989-yilda esa Grant tug'ildi. Barcha oila a'zolari juda ahil edilar va bir-birlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlardilar. Margaret farmatsevtika kompaniyasining menejeri, Chet esa farmatsevt bo'lib, ular farzandlariga hayotda yaxshi yashashlari uchun barcha ajoyib imkoniyatlarni yaratib berdilar. Ota shuningdek strikeball va kompyuter yig'ishga qiziqar, bu mashg'ulotlarga bolalarni ham jalb qilardi. Margaret esa bo'sh vaqtini tasodifan uning ranchosiga adashib kirib qolgan, holdan toygan sobiq poyga otini parvarishlashga bag'ishlardi. Ot uning g'amxo'r qo'llarida go'yo gullab yashnadi. Oilaning to'ng'ich o'g'li 19 yoshidan boshlab alohida yashardi. Uning o'z oilasi bor edi. Lekin u baribir ota-onasini ko'rish uchun imkon qadar tez-tez kelib turardi. Kichiklari Cody va Grant Amato'lar nafaqat aka-uka, balki eng yaqin do'st ham edilar. 2018-yilda Grant va Cody o'z orzulari sari intilishardi. Ikkalasi ham anesteziolog bo'lib ishlashardi. Ammo Cody rejaga amal qilgan bo'lsa, Grant bu borada qiyinchiliklarga duch keldi. Yosh yigitni dori-darmonlarni o'g'irlayotganda ushlab olishdi va ishdan bo'shatishdi. Yigit ularni uyiga olib ketmoqchi edi. Uni hibsga olishdi va o'g'irlikda ayblashdi, ammo bu ayblov tezda bekor qilindi. Ehtimol Grantning bemorlarga dori berganligi haqidagi bayonoti muhim rol o'ynagan bo'lsa ajab emas. Chunki u shifokorlar tomonidan bemorlarga belgilanadigan dozalarga rozi bo'lmasdi. Agar uning so'zlari rost bo'lib chiqqanida, bu klinikaga qarshi ko'plab sud da'volariga ham yo'l ochgan bo'lardi. Ishdan bo'shatilgandan so'ng Grant juda tushkun ahvolda edi va deyarli uydan chiqmay qo'ydi. Uni to'liq ota-onasi va akasi ta'minlardi. Ular unga bosim o'tkazishmasdi. Garchi bu voqeani unutib, yangi ish izlash vaqti keldi deb hisoblashsa ham. Biroq Grant ishlashga bo'lgan motivatsiyasini, istagini, xohishini yo'qotgandek edi va tunlarni onlayn o'yinlar o'ynab o'tkazardi. Yigit zerikardi, yolg'iz edi. Bu nimaga olib kelishi mumkin? Bilasizmi? Grant Amato jozibali qizlar bor saytni topdi. Ular qo'shimcha haq evaziga sayt tashrifchisi bilan suhbatlashishga, unga raqsga tushib berishga yoki yana boshqa narsalarni qilishga rozi bo'lishardi. Grantga ayniqsa Bolgariyadan kelgan juda bir maftunkor qiz Silvi yoqib qoldi. U aqlli, go'zal edi va Grantga o'zini o'zgacha his qilishiga imkon berardi. Yigit shunchaki aqlini yo'qotdi. To'satdan u boshqa birovga, yaxshiroq insonga aylandi. U qizni hashamatli kvartirada yashashiga va BMW avtomobili borligiga ishontirdi. Grant qancha ko'p pul to'lasa, Silvidan shuncha ko'p e'tibor olardi. Saytda 1 daqiqa qolish yigitga 90 tokenga tushardi. Yigit muntazam ravishda Silvi bilan 56 daqiqalik muloqot uchun $600 to'lardi. Tez orada u saytda bir kechada 4 soat vaqt o'tkaza boshladi. Bu esa unga $2500 ga tushardi. Bundan tashqari u qizga ichki kiyimlar va kattalar uchun o'yinchoqlar ham yuborardi. Grantning xatti-harakatlari tobora nazoratdan chiqib, qaramlikka aylandi. Ammo deyarli 30 yoshli erkak o'z pullari bilan xohlagan ishini qilishga to'la haqli edi. Faqat Amato ishlamasdi va butun vaqtini Silvi bilan muloqot qilish yoki uning suratlarini tomosha qilish bilan o'tkazardi. Yigitni pul bilan ota-onasi va akasi ta'minlardi. To'g'ri, har doim ham o'z ixtiyorlari bilan emas. Grantga ularning bank hisoblaridan pul yechib olish hech qanday qiyinchilik tug'dirmasdi.
Bir payt ota-onasi o'g'lining xarajatlarini payqab qolishdi va $600 muntazam ravishda qayerga ketayotganiga qiziqishdi. Grant pulni o'zining Twitch streaming platformasidagi kanalini targ'ib qilishga sarflayotganini tushuntirdi. Boshqacha aytganda, pullar reklamaga ketardi, toki uning obunachilari soni ortsin. Va u tez orada xarajatlar o'zini oqlashiga va'da berardi. Bunga Chet va Margaret shubha bilan qarashdi. Lekin Kodi Grantni himoya qildi va uning barcha qarzlarini to'lashga va'da berdi. Faqat u oyoqqa turib olishiga yordam berish uchun. (2018) yil dekabr oyida Grant va Kodi, shuningdek ularning do'sti Angelika Yaponiyaga jo'nab ketishdi. Uchalasi ham animega jiddiy qiziqishar, studiyaga tashrif buyurishni, umuman bu madaniyatga sho'ng'ishni xohlashardi. Shuning uchun sayohat ancha oldin rejalashtirilgandi. Grantning xarajatlarini albatta Kodi qopladi. Hamma narsa a'lo darajada ketayotgandi. Jo'nab ketishdan sal oldin Grant Kodi va Jerikaga o'zini yomon his qilayotganini va ular bilan diqqatga sazovor joylarni tomosha qilishga bora olmasligini aytdi. Ammo xonada dam olish o'rniga u internet kafedan Silvi bilan gaplashish uchun Jerikoning bank kartasini o'g'irladi. O'sha oqshom Jeriko kartasida kechki ovqat uchun ham to'lashga puli yetishmasligini bilib qoldi. U ota-onasi bilan bog'landi va ular kartadan deyarli barcha pullar qandaydir tokenlar uchun yechib olinganini aniqladilar. Kartani Grant olgani ma'lum bo'ldi, lekin Kodi yana uni himoya qildi. Jerikoni politsiyaga murojaat qilmaslikka ko'ndirdi va do'stiga barcha pullarni qaytarishga va'da berdi. Aka-ukalar qaytib kelgach, uydagi vaziyat yanada keskinlashdi. Ota o'g'lining nafaqat ishi yo'qligidan, balki hayotini o'zgartirishni ham istamay, faqat birovning pulini sarflayotganidan xafa edi. Ammo bank amaliyotlarini, o'tkazmalarni o'rganib chiqib, Chet yo'qolgan summa u o'ylagandan ko'ra ancha ko'p ekanligini bilib qoldi. Janjal boshlandi. Shundan so'ng Grant mashinaga o'tirib jo'nab ketdi. Margaret o'g'li o'ziga biror narsa qilib qo'yishidan qo'rqib, politsiyaga murojaat qildi. Aslida esa Grant xolasinikiga borib, uning uyida qolishga ruxsat so'radi. Ayol jiyanining nimadandir xafa ekanligini, kun bo'yi uxlab, kechasi esa bedor bo'lishini darhol payqadi. Shuning uchun ular eri bilan har ehtimolga qarshi uydagi barcha qurollarni yashirib qo'yishdi. Shunday qilib bir necha kun o'tdi. Tasodifan o'zining bank hisoblarini ko'zdan kechirayotgan Grantning xolasi yuzlab dollarlik g'alati to'lovlarni ko'rib qoldi. Uning xayoliga birinchi bu firibgarlarning ishi degan fikr keldi. Lekin keyin u jiyani uning shaxsiy ma'lumotlarini bilib olganini va oilasi uxlayotganda tunlarni kattalar uchun mo'ljallangan saytga o'tkazayotganini tushundi. Grantning xolasi uning otasiga qo'ng'iroq qilib bo'layotgan voqealar haqida aytib berdi. U hayotida birinchi marta uning yig'layotganini eshitdi va bu holat ancha vaqtdan beri davom etayotganini, oilaning qarzi $200,000 dan oshib ketganini tan oldi. Chunki o'g'li ota-onasining uyi garovi evaziga $65,000 kredit olgandi. Chet ular xotini bilan pensiyaga chiqishni ancha vaqt unutishlari mumkinligini, lekin bunga tayyor ekanliklarini aytdi. Chunki ular Grantni qamoqdan himoya qilishni xohlashardi. Chet unga barcha pullarni qaytarishga va'da berdi va ayblov qo'ymaslikka ko'ndirdi. Buning o'rniga ona, ota, Kodi va Jason birgalikda Grantga ultimatum qo'yishdi. Yo u o'z qaramligini davolash uchun klinikaga yotadi, yo ular u bilan barcha aloqalarni uzishadi. Shuni ta'kidlash joizki, Grant har doim ancha sokin, xotirjam odam bo'lgan. Shuning uchun u e'tirozsiz klinikaga jo'nadi. Kodi Grantning 60 kunlik davolanishi uchun $15,000 pul to'ladi. Otasi va akasi Grantning kompyuterini ochishdi va shundagina Grant internetda boshqacha hayot kechirayotganini aniqladilar. Ular Silvi haqida, shuningdek yigit do'stlashishga ulgurgan qizning butun bir muxlislar guruhi haqida bilib olishdi va ularning barchasiga u haqidagi haqiqatni aytib berishdi. Uning boy emasligi, ota-onasi bilan ularning hisobidan yashashi, eski mashinada yurishi va albatta Silvi oila va Amatoning do'stlaridan o'g'irlangan pullarni olayotgani haqida ham. Ular qizdan Grant bilan boshqa hech qachon muloqot qilmaslikni so'rashdi. Ayni paytda Grant klinikada 2 hafta vaqtini o'tkazdi.
Shundan so'ng u to'liq sog'ayganini e'lon qildi. 5-yanvar kuni u hamma narsa avvalgidek bo'lishiga umid qilib uyga qaytdi. Ammo unga ostonadanoq endi yangi qoidalar bo'yicha yashashga to'g'ri kelishini aytdilar. Kechasi internet yo'q, telefon umuman internetsiz va u ish topib, nihoyat qarzlarni to'lashni boshlashi kerak edi. Aks holda u uydan chiqib ketishi yoki armiyaga borishi mumkin. Ehtimol o'shanda Grantni Silvi u haqdagi butun haqiqatni bilishi va u bilan boshqa hech qachon muloqot qilmasligi bilan hayratda qoldirishgan. Yigitning otasi aslida shunchaki o'g'lining ko'zini ochishga harakat qilardi. U hech qachon uchrashmagan notanish qizni afzal ko'rayotganini va endi uning barcha yaqinlariga oson bo'lmayotganini tushuntirmoqchi edi. Grant otasining so'zlariga quloq solgandek bo'ldi va uning barcha shartlariga rozi ham bo'ldi. Avvaliga yigit o'z hayotini izga solmoqchidek tuyuldi, ammo keyin u onasini Silvi bilan Twitterda bog'lanishga urinib ko'rish uchun telefon berishga ko'ndirdi. Margaret juda mehribon ayol edi va o'g'liga rad javobini bera olmadi. 24-yanvar kuni Chet Grant onasining telefonidan foydalanayotganini bilib qoldi va o'g'liga narsalarni yig'ishtirib, yangi uy-joy izlashini buyurdi. Shundan so'ng ota ishga ketdi. Grant esa itoatkorlik bilan sumkasini yig'a boshladi. 2019-yil 25-yanvar juma kuni politsiyaga Kodining do'stlari va hamkasblaridan biri qo'ng'iroq qildi. U Kodi Amato ishga kelmagani, qo'ng'iroqlar va xabarlarga javob bermayotganidan xavotirda ekanligini bildirdi. Vaholanki u har doim telefonini yonida olib yurar va biror marta ham smenaga kechikmagandi. Ertalab soat 9:17 da politsiyachilar oilaning uyiga jo'nab ketishdi. Mashinalar garajda turardi, lekin eshik taqillashiga hech kim javob bermadi. Shunda ofitserlar pichoq bilan qulfni ochib uyga kirishdi. Oshxona polida ular Chetning jasadini topdilar. Stol ustida tovuq go'shti eriyotgan, o'ng sonida pistolet g'ilofi osilib turardi. Go'yo yigit ishdan endigina qaytgan, tushlik uchun tovuq go'shtini chiqargan va shu payt orqasidan ochishgandek. Margaretni birinchi qavatdagi kabinetidan topishdi. U aniq o'q bilan o'ldirilgandi. Kodi esa hali ham ish kiyimida garaj eshigi oldida yotardi. Uning yonida 4 ta gilza va 2 ta pistolet bor edi. Umuman olganda Kodi onasi va otasini o'ldirib, so'ng ularning ortidan ketishga qaror qilgandek taassurot uyg'onardi. Politsiya boshqa oila a'zolariga sodir bo'lgan voqea haqida xabar berishi kerak edi. Grantni ertasi kuni mehmonxonadan topishdi. Bo'limda 7 soat davomida yigit politsiyaning savollariga itoatkorlik bilan javob berib, oila hayotining so'nggi oylarini muhokama qildi. U o'zi tufayli to'planib qolgan qarz haqida ancha rostgo'ylik bilan gapirib berdi va 24-kuni otasi undan yangi uy-joy izlashni so'raganini tushuntirdi. Grant Kodining bu muammolarni hal qilishga va'da berganini ham qo'shimcha qildi. Uning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Kodi ota-onasi bilan gaplashib olishga va'da berganidan so'ng Grant jo'nab ketgan va keyin nima bo'lganini bilmaydi. Ammo bir jumboq bor edi. Agar u da'vo qilganidek uyda bo'lmagan va hech narsani bilmagan bo'lsa, unda nega 7 soat davomida biror marta ham bo'limda nima qilayotganini va nega politsiya uni so'roq qilayotganini so'ramadi? Agar u aybsiz bo'lsa, nega politsiya u yashayotgan mehmonxonaning xona eshigini taqillatganda u tizzalariga yiqilib, qo'llarini kishan uchun tayyorlagandek qilib birlashtirdi? Politsiyada Grantga qarshi ashyoviy dalillar yo'q edi va ular unga akasi Jeyson bilan gaplashishga ruxsat berishdi. Jeyson undan haqiqatni aytishni yolvordi. U buni boshqa birovdan emas, o'z yaqinidan eshitishni istardi. Ammo Grant o'z so'zida turib oldi. Kodi muammoni hal qilishga va'da bergan va so'zining ustidan chiqqan. Ketayotib Jeyson Grantga u uchun ibodat qilishini aytdi. Chunki u endi onasi, otasi va akasi uchun ibodat qila olmasdi. Balki u Jeysonga ishongandir. Lekin politsiya Grantning so'zlariga mutlaqo ishonmadi. Birinchidan, Kodining orqasidagi eshikda qon yo'q edi. Ya'ni otishma paytida eshik ochiq bo'lgan va kimdir uni keyinroq yopgan. Ikkinchidan, kriminalistlar unga 1 metr masofadan otilganining belgilarini topishdi. Va nihoyat Kodining yonidan topilgan pistoletlarning hech biri jinoyat quroli bilan mos tushmasdi. Kodining otishma sodir etgan shaxs emasligini aniq ko'rsatadigan boshqa dalillar ham bor edi. Grantni hibsga olishdi va onasi, otasi
akasini o'ldirish ayblovlari qo'yildi. Undan porox izlari bo'lgan qo'lqoplar hamda akasi va otasining bank kartalari topildi. Garov puli $750,000 miqdorida belgilandi. Grant ota-onasining sug'urta pullarini talab qilib, pul topishga harakat qildi, ammo sudya bu g'azablantiruvchi g'oyaga taqiq qo'ydi. Sud 2019-yil iyul oyida boshlandi. Grantning advokati kimdir uyga kirib, oilani o'ldirganini ta'kidladi. Biroq dalillar jinoyatning boshqa manzarasini chizib berardi. Hammasi soat 16:44 da boshlandi. Kodi va Chet ishda edilar. Grant esa qo'lqop kiyib, qurol olib, onasining xonasiga kirdi va uning orqasidan makkorlarcha o'q uzdi. Taxminan 1 soatdan keyin ota ishdan qaytdi. Taxminlarga ko'ra, u darhol oshxonaga o'tib, tushlik qila boshlagan. Shu payt o'g'li uning orqasidan sekin yaqinlashib, qurol tepkisini bosgan. Kodi esa smenadan keyin kech soat 22 da uyga qaytgan. Uyga garaj orqali kiradi va u yerda uni allaqachon Grant kutib turardi. Shundan so'ng Grant bir necha soat davomida ota-onasining qotilligida Kodini aybdor qilib ko'rsatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. U Kodining jasadini siljitdi, uning yoniga qurol qo'ydi va hatto otasiga pistolet g'ilofini taqib qo'ydi. Dalillar shuni ham ko'rsatdiki, yarim tunga yaqin Chet barmoq izi yordamida iPhone'dagi bank ilovasiga kirgan va o'z hisobidan Grantning hisobiga pul o'tkazgan. Garchi u ancha oldin vafot etgan bo'lsa ham. Erkakning qo'llarini ko'zdan kechirgan kriminalistlar qo'llari qon bo'lsa-da, bir barmog'i mutlaqo toza ekanligini ko'rishdi. Grant o'lgan otasining barmog'ini artib, uning telefoniga kirgan va o'ziga pul o'tkazgan. So'ngra u akasining kartalarini olib mashinaga o'tirgan. Wi-Fi bor do'konning avtoturargohiga borgan va bir necha soat davomida Silvini yana unga marhamat ko'rsatishga ishontirishga uringan. Grant Amato o'z ota-onasi va uning uchun oxirgi ko'ylagini ham berishga tayyor bo'lgan jigarbandini o'ldirdi. Va ularning jasadlari hali sovib ulgurmasdan shaxsan hech qachon uchrashmagan qiz bilan aloqa o'rnatishga shoshildi. 8 soatlik muhokamadan so'ng hakamlar hay'ati Grant Amatoni otasi, onasi va akasini o'ldirishda aybdor deb topdi. Unga rahm qilib, oliy jazoga hukm qilishmadi. Lekin u umrining qolgan qismini shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish imkoniyatsiz qamoqxonada o'tkazadi. Grant Silvini qaytarishni xohlagan va yo'lidagi har qanday g'ovlarni, to'siqlarni va hatto o'zining mehribon oilasini ham yo'q qilish uchun hamma narsaga tayyor edi. O'sha mash'um go'zalning suratlari sudda ekranda ko'rsatildi va o'shanda ham yo'qotgan hamma narsasidan keyin Grant undan ko'zini uza olmadi. Hozir u Florida qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda va ayollardan tez-tez xat olib turishini tan oladi. Silvi bu ayollardan biri bo'lishi dargumon. Ogoh bo'ling va xulosa chiqaring. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.